Bir kunda o'zbekcha necha pul rasxod qilishini ko'ramiz. Spoiler judayam ko'p. Eng birinchi mashinaga benzin solamiz. Keyin Malika bozorga bordim. Parkovkamga necha? Bugungi eng qimmat покупкам. Shu uchun raspakovkasi keyingi videoda bo'ladi. Bir ikkita tugagan kosmetikalarimni ham oldim. Keyin City Mall tarafga yo'l oldim. Juda ham chiroyli kiyimlar olib, keyin lavaga bordim. Общий hamma kiyimlarim mana shuncha bo'ldi. Yaxshimi yomonmi? O'tkazarmi hayotimni? Men chidayman, achinmayman. Musiqiy tanaffusdan keyin qornim ochdi. Koreyska kuxnyani yaxshi ko'rishim sababi mana shunaqa ko'p zakusichkalar berishadi. Undan 100 qo'yaman. Yaxshi ovqatdan keyin bitta sevimli desertimni olmasam bo'lmas edi. Keyin o'rtoqlarim bilan ko'rishdim va zo'r vaqtni o'tkazdik. Путин. Лукашенко. Буду даже считать. Окей. Bu esa bepul bo'ldi, chunki meni o'rtoqlarim taklif qilishdi. Shu bilan uyga